Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana biz sizlarga MDF klassikani qanday darajada suvga chidamligini hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana живой suv. Qay darajada suvga chidamli bu? Ama ishib ketmaydimi? Yo'q, bu ishmaydi. Agar ishib ketadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveradi. Besplatni yangilab ishimizni to'g'rilab ketdilar. Mana aralarida ham suv turibdi. Hech narsa bo'lmaydi. Suv ushamaydi ekan bu. Umuman suv ushamaydi bu mana. Ko'ryapsizmi? Mana qarab turing, hozir yana bitta narsani ko'rsataman. Mana hozir bu valnasida suv turibdi, mana. Qarab turing. Ha. Ko'ryapsizmi? Umuman suv ushamayapti, umuman. Suv qolib ketmayapti. Artib qo'ysa bo'ldi. Artib qo'ysa bo'ldi. Quruq namlatadi. Bunda ham shu. Bunisi ham shu. Bemalol. Do'stlar, kimga bundan ham qiziqroq ma'lumot kerak bo'lsa, sutkasiga ham suv ustiga quyib qo'yib qo'yamiz. Agar kommentariyada yozadigan bo'lsanglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga ishlab boryapmiz.